Bu narsa shundayki, ko'zimizni yumamiz, chuqur nafas olamiz, nafas chiqaramiz. Chuqur nafas olamiz, nafas chiqaramiz. Sizlar bu narsani nafas olib, nafas chiqarib, ko'zlaringizni yumuq holda qilinglar. Men sizlarga shunday aytib o'tib ketaman. Hammaga tegishli bir jarayonni qaysi birlari ko'proq dilingizni og'ritganligiga qarab qiling. Kelinglar, bugun faqat onamiz uchun ishlaymiz bo'lmasam, maylimi? Onamiz, bilaman, har bir insonni onasi tomonidan jarohatlar chotga yetgan. Bu narsani qanchalar yashirmang, qanchalar yo'q demang, qanchalar inobatga olmang, qanchalar yopib qo'ymang, qanchalar ko'mib qo'ymang, u bor. Baribir bor. Bu narsani chiqarish uchun, marhamat, avval eslaymiz va o'sha 6 yosh yoki 8 yosh yokida 10, 12, 14 umuman sizga eng og'riqli bergan jarayoni qaysi? Qaysi joyda sizni juda kuchli haqoratlab, juda tortishib qolganda juda ko'p martalab sizni haqorat tufayli yerga urib, даже shunaqa onalar borki, qizlarini ayashmaydi. Shunaqa yerni ochib ko'mib qo'yishadi, ularni tiriklayin. Xuddi mana shu vaziyatlarni eslaymiz va u jarayonga tushamiz. Va ichimizdagi bor alamni o'sha vaziyatimizga tushib, o'sha onamizga ko'zimiz yumuq holda onamizni chaqirib, unga to'kib sochamiz. Xuddiki mana bu ko'rinishda. Men kichkinaman, yokida semizman, yokida bo'yim o'ta uzun, arriq, xuniyman. Lekin sizni mahsulotingizman-ku. Muncha azoblaysiz. Azoblash uchun dunyoga keltirganmisiz? Dili og'riydi demaysizmi? Nahotki o'ylamasangiz, bu ham Xudoning yaratgan bir bandasi. Nimaidir beo'xshov qilib shuni men dunyoga keltirdim. Nima haqqim bor buni haqoratlashga, qoralashga yokida yerga urishga? deb o'ylab ko'rishingiz mumkin-ku. Nima uchun munchalar ezasiz? To'g'ri beo'xshovdirman. To'g'ri epsizdirman. To'g'ri nimadir qila olmasdirman. Xuddi siz aytgandaqa bo'la olmasdirman. Lekin bir paytlar meni yoshimda siz ham ayni shunaqa bo'lgansiz-ku. Siz ham mana shunaqa bo'lgansiz. Azoblamang. Muncha qalbimni ezasiz. Muncha yomonlik qilishni yaxshi ko'rasiz. Yaxshilik ham tekin-ku. Yaxshilikni ham Alloh taolo yaratgan-ku. Avvalo siz ulashing, sizdan men o'rganay. Nima uchun munchalar ezasiz? Munchalar qorong'ulikni, qora dunyoni, g'am-g'ussani qalbimga joylaysiz? Qiynalib ketdim, azoblanib ketdim, tanam ortig'ini ko'tara olmaydi. Lekin bilsam, hammasi taqdirdan ekan. Alloh taolo izn bermasa nafas ola olmas ekanmiz. Boshqa ota-onadan tug'ilganimda ham aynan mana shu vaziyatlar menda bo'lishi taqdirimga yozilgan ekan. Onajon, men sizni kechirdim. Hammasi uchun kechirdim. Hammasini qo'yib yubordim. Hammasini kechirdim, onajon. Buning uchun siz ham meni kechiring. Mendan rozi bo'ling. Men sizdan sidqi dilimdan roziman. Siz tufayli ko'rgan, eshitgan haqoratlarimga, ko'rgan kunlarimga, hammasiga Allohdan roziman. Birma-bir roziman. Siz ham mendan rozi bo'ling, onajonim. Qilgan mehnatlaringizga, tug'ganingizga, ko'kragingizdan sut berganingizga, katta qilganingizga, avaylaganingizga, har bir uyatli vaziyatlarga tushib qolmasligim uchun qilgan har bir jarayonlaringizga rozi bo'ling, onajonim. Rozi bo'ling. Meni tanam bundan yengillashsin. Bu qorong'uliklar, bu og'irgarchiliklar tanamdan chiqib ketsin. Men siz tufayli ko'rgan kunlarimga Allohimdan roziman. Sidqi dilimdan roziman, onajon. Sidqi dildan roziman. Siz ham mendan rozi bo'ling. deb oradagi qalin, o'sha eskirib ketgan, yanada qalinlashib ketgan arqonni qanchalar biz kechirim so'ragan sarimiz uzilganini tasavvur qilamiz. Onajon, kechiring, men sizni kechirdim.
Onajon rozi bo'ling, man sizdan rozi bo'ldim. Alloh guvohligida aytaman, man sizdan roziman. Siz ham mendan rozi bo'ling. Va o'sha arqon uzilganini his qilamiz. Va onamizni kechirib, bizni quchib, quchoqlab, yig'laganimizni avutib yotgan jarayoniga duch kelamiz. Bu sizda ham bo'lyaptimi? Albatta. Axir bu necha yillik og'ir dard ichimizga qamab olganmiz. Uni ko'rmaslik uchun yopib qo'yganmiz xolos, lekin un bilan ishlamaganmiz. Lekin uni qanchalar tekin bo'lsa-da, qanchalar buni qilish oddiy va oson bo'lsa-da qilmaganmiz. Allohim, men bugun onajonimni kechirdim. Uni to'yganingizcha quchoqlang. O'sha vaziyatda ko'zingiz yumuq holda, onangizni oldingizga chaqirgan holda, ulardan kechirim so'rab roziligingizni bildirgan holda, ulardan kechirimlarini olib, roziliklarini olgan holda quchoqlang, yig'lab, to'yib, bag'rlariga o'zingizni oting. Bola bo'lib, farzand bo'lib, qiz bo'lib, inson bo'lib, ayol bo'lib, umuman hammasi bo'lib quchoqlang. Hammasi bo'lib. Bu bepul-ku, bu oson-ku, bu oddiy-ku. Bunda uyalmang. Bunda sizni oldingizda o'zingizdan boshqa hech kim yo'q. Quchoqlashingizga ham, g'ururingizni ko'rsatishingizga ham. Va onangizga rahmat aytib sekin qo'yvaring. Va vaziyatni yumshating. Allohga ayting, Allohim, onajonimni kechirdim, ulardan rozi bo'ldim. Sen ham mendan rozi bo'l. Onajonim meni kechirdilar, mendan rozi bo'ldilar. Allohim, men buni senga e'lon qildim. Sen ham mendan rozi bo'l, Parvardigorim. Va buning uchun senga rahmat. Buning uchun bosib o'tgan har bir qadamimdan roziman. Har bir ko'rgan kunlarimdan roziman, Allohim. Va men bu vaziyatimni qabul qilib tan oldim. Deb sekin ko'zlarimizni ochamiz.